Mesela mana Oltar qo'y bozoridamiz. Pashli odam yo'q. Ko'pchilik tomoshaga chiqqan. Bozorlar suz. Bitta bash qo'y bozori shunaqa bo'lyapti. Qo'y bozori, mol bozori 1-2 oydan beri yo boshqa sohalar ham shunaqami? Akalar, shuni kommentar yozinglar-chi. Bir oydan beri qo'y sotib bo'lmaydi bozorda. Nima bo'lyapti uka? Aramchani sotib ish qilyapmiz. Mana shu bola mana ish qilayotgan bola mana shu bola bo'lyapti mana. Mana shu ukamiz ish qilayotgan bola mana shu ukamiz bo'lyapti. Aram sotib kuniga 100 ming topasanmi? 200 ming, 100 ming. Necha pul olasan? Necha pul olasan bu aramchini? Men bu aramchini rulonda olib kelaman. Necha pulga sotadi? Necha pul olasan rulonni? Necha pulga sotasan? Rulonni 50 mingga olaman, 5 mingga sotaman. Necha pul bo'ladi общий? 200 ming. 200 ming bo'lar ekan. Lekin mana shu bolaga like bosib qo'yinglar. Yozib yuboringlar kommentariyada qaysi bozorlar suz bo'lyapti.